Insonlar hammaga assalomu alaykum. Bugun siz bilan IELTS 7 natijaga chiqishni 90 kunlik rejasi haqida batafsil gaplashib chiqamiz. Kamina Yorqin Zafarovich siz bilan Hero Academy loyihasi asoschisi va bizda Xudo xohlasa oktyabr-noyabr oylaridan Hero Academy'da ham onlayn ham offlayn formatda IELTS guruhlari ham yo'lga qo'yildi. Shu munosabat bilan IELTS bo'yicha ham albatta bepul kontentlarni ham birgalikda olib borishni reja qilib qo'ydik, oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bugungi videomiz ham aynan mana shu haqda bo'ladi. Men haqimda ma'lumotingiz bor, o'zimni ortiqcha tanishtirib o'tmayman. Birdaniga aynan maqsadni o'ziga o'tib ketamiz. Tasavvur qiling, sizga hayotingizdagi eng muhim xat keldi va uni ichida yozilgan "We are pleased to offer you admission", ya'ni sizni biz qabul qildik, lekin pastida qisqacha note yozilgan, ya'ni qisqacha izoh yozilgan "Please provide an IELTS certificate of 7.0" yoki 7. 7lik sertifikatni bizga ber degan joyi bor. Chunki yoqmasdan IELTS topshirgan bo'lishi mumkin, shartli qabul qilingan bo'lishi mumkin. Shunaqa universitetlar ham bor. Hozircha IELTS bo'lmasa ham yoki pastroq bo'lsa ham sizni olib shartli ravishda qabul qilishadi. Bunaqa holatda sizda deylik, tasavvur qiling, 90 kun vaqtingiz bor. Xolos 3 oydan keyin to'liq o'sha universitetga kirib, IELTS natijalaringizni jo'natib, joyingizni band qilib, vizaga harakat qilishingiz kerak. Va sizda hozirgi holatda darajangiz nari borsa 5. Bu degani qolgan 3 oy davomida siz 2 ballga o'sishingiz kerak bo'ladi. Ba'zilar bu narsani imkonsiz deydi, juda ham qiyin deydi. Bugun bu narsaga qanaqa qilib erishish mumkin? Hatto 5 dan past bo'lsa ham, IELTS ga endi kirib ketayotgan bo'lsangiz ham, B2 level intermediate endi tugatib yoki shu sertifikatingizni olib endi IELTS ni boshlayotgan bo'lsangiz ham, hatto formatini bilmasangiz ham 90 kun ichida qanaqa qilib darajangizni 7 ga ko'tarish mumkinligi haqida batafsil Xudo xohlasa gaplashib ketamiz. Bu narsani aniq bitta formulasida tuzib chiqilgan. Bu narsani jamoa bilan birgalikda tuzib chiqdik. Men va bizni IELTS bo'yicha ekspertimiz Shohjahon ustoz bugun siz bilan ishlaydilar. IELTS darajalari 8. Bizda onlayn, offlayn, demak IELTS bo'yicha mutaxassisimiz hisoblanadi. Xudo xohlasa mana shu 3 ta bosqichda sizga ko'rsatib beradilar. Aynan mana shu deyarli 0 darajadan boshlab 90 kun ichida qanaqa qilib IELTS 7 ballga olib chiqish mumkinligi haqida. Assalomu alaykum. Ismim Shohjahon, IELTS natijam 8. Biz sizga yangi programmani tanishtirmoqchimiz. 90 kunlik programma. Buni maqsadi B2 dan C1 darajaga o'quvchilarni olib chiqish. Bu programmani biz 3 bosqichga bo'ldik. 30 kundan. Birinchi bosqich 1-kundan 30-kungacha. Bu bosqichda biz asosiy diqqatni IELTS ni formatiga qaratamiz. Bu bosqichdan maqsad IELTS formatini yodlab olish emas, uni his qilish. Bunda biz IELTS ni har bir qismiga kirish qilamiz. IELTS reading and listening, writing task 1, speaking part 1. Bundagi asosiy yo'nalishlar readingdan matn tuzilishini, detallar va asosiy g'oyalarni ajratishni va skimming va scanning kabi metodlarni o'rganamiz. Writing task 1da bar chart, line graph, pie chart, table kabi har xil task 1 turlarini ko'rib chiqamiz. Ma'lumot tahlil qilishni o'rganamiz va qisqa xulosa olishni ham ko'rib chiqamiz. Speaking part 1da bo'lsa, eng muhim 5 ta topikni ko'rib chiqamiz va ularga qanday javob berishni o'rganamiz. Vocabulary bo'lsa, har kuni kamida 10 ta, 15 ta yangi akademik so'zlarni o'rganish. Listening immersionda BBC Learning, TEDx Talks va Cambridge IELTS kitoblarini 16 dan 18 kitoblarigacha hamma testlarini ko'rib chiqamiz. Bu bosqichdan asosiy maqsad natija emas, disiplina. Bundagi asosiy kuch har doim oz-ozdan mashq qilish va o'rganib borish. Chunki formatni bilgan odam yarim yo'lni bosib o'tgan bo'ladi. Ikkinchi bosqich kuchaytirish. 31-dan 60-kunlargacha. Endi siz formatni bilasiz. Endi o'zingiz bilan raqobat qilasiz. Bu oy IELTS ga chuqur e'tibor qaratish davri. Har bitta modulni chuqur tushunib olamiz. Bunda o'zi nimalarga e'tibor beriladi? Speaking part 2da eng asosiy topiklarni ko'rib chiqamiz va iloji boricha ko'p savollarni ko'rib, ularga javob berishni o'rganamiz. Writing task 2da discussion, problem, solution kabi task 2 turlarini ko'rib, har biriga to'liq yozishni o'rganamiz. Va albatta feedbacklar asosida rivojlanamiz. Reading va listeningda har kuni
kamida bitta testni ko'rib chiqamiz va xatolar ustida ishlaymiz. Speakingga bo'lsa, o'zingiz yozib olasiz, zaif tomonlaringizni topib, ularning ustida ishlaysiz. Bu bosqichdan maqsad diqqat. Bu bosqichda endi formatni bilgandan keyin uni ustida ishlaymiz. Bu paytda xatolarimizni ko'rib chiqamiz va ularni kuchli taraflarimizga aylantiramiz. 3-bosqich yakuniy tayyorgarlik. 61-kundan 93 kungacha. Bu bosqichda imtihondan qo'rqmaslikni o'rganamiz. So'nggi 12 ta dars sizga testdan psixologik qo'rqmaslikni o'rgatadi. Unga psixologik tayyorgarlik bo'ladi. So'nggi 12 ta dars testga psixologik va amaliy tayyorgarlik. Endi maqsad yangi narsalarni o'rganish emas, olingan bilimlarni mustahkamlash va to'g'rilikni shakllantirish davri. Reja: har hafta kamida bitta to'liq test yechiladi. To'g'rilar modul, xatolar tahlil qilinadi. Ya'ni har bir testdan keyin xatolarni topib, ular ustida ishlanadi. Writing va speaking review. Ulardagi har bitta xatolarni topib, ularni shakllantiramiz. Writing, speaking review. Bunda speaking va writinglarni tahrir qilamiz. Vocabulary revision. Shu paytgacha o'tilgan har bitta so'zlarni qaytarib, ularni mustahkamlaymiz. Vaqt strategiyasini o'rganamiz. Ya'ni listeningda savollarni oldindan ko'rib chiqish, readingda 60 daqiqani uchala passajga to'g'ri taqsimlash, writingda egala taskga o'sha 60 daqiqani to'g'ri bo'lish va ishlatish. Speakingda point, explain, example kabi metodlarni ko'rib chiqamiz. Nega psixologik tayyorgarlik? IELTS ingliz tili bilimi sinovi emas. U ingliz tili bo'yicha bilimlarni testda ishlatish sinovi. Lekin endi siz testdan qo'rqmaysiz, chunki tayyorsiz. Bu aytilgan programmaning to'liq qismini PDF shaklida Telegram kanalimizga joyladik. Video ostidagi havola orqali o'tib ko'rishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib chiqqan bo'lsangiz, sizni tabriklayman, chunki endi sizda IELTS 7 uchun aniq bitta reja bor va ishonamanki, IELTS 7 olish maqsadingiz ham bor va bu maqsadni siz uchun juda ham muhim. Shu uchun demak, harakatni bugundan boshlashni men sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Yana bitta narsani aytib ketishim kerak. Yuqorida aytilgan 3 ta bosqichdagi ishlarni intizom bilan, to'g'ri tartibda va to'g'ri materiallar bilan qilish uchun albatta sizga ustoz kerak bo'ladi. Ustozsiz bunaqa natijaga 3 oy ichida mustaqil tayyorlanishni o'zi bilan chiqib bo'lmaydi hech qanaqasiga. Chunki albatta sizga o'sha feedback berish kerak bo'lgan joylari bor. Biz feedback berish haqida gaplashdik. Bu vaqtda Shohjahon gapirib ketdi. Shu sababdan ham sizga albatta ustoz kerak bo'ladi. Bu uchun hozirgi darajangizni aniqlab, o'zingizga mos bo'lgan bizdagi guruhlarga qo'shilishingiz mumkin. Hero Academy'da ham onlayn ham offlayn guruhlarimiz bor. Toshkentda bo'lsangiz kelishingiz mumkin. Bodomzor metroni ro'parasida Amir Temur Shoh ko'chasi 94-uy. Shundoqqina kartaga tashlasangiz chiqib keladi. Shuningdek, albatta O'zbekiston bo'yicha, O'zbekiston tashqarida ham bizni kuzatayotgan o'zbek tilida IELTS kurslarini o'qimoqchi bo'lgan insonlar uchun maxsus onlayn guruhlarimiz ham bor. Ikkalasida ham 3 oyda sizni natijaga olib chiqamiz. Aynan natijaga kafolat beriladi. Faqat o'sha biz aytgan narsalarga, biz bergan rejaga amal qilsangiz bo'ldi. Sizdan so'raladigan narsa shu. Oxirida sizga savol: bugundan boshlaysizmi yoki yana kutasizmi? O'ylaymanki, sizni demak tanlovingiz birinchi tanlov bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan Yorqin Zafarovich va Hero Academy jamoasi bo'ldi. Salomat bo'ling.